Assalomu alaykum, hurmatli brifing ishtirokchilari. Nurota tumanidagi mavjud ko'p kvartirali uylarni kuz-qish mavsumiga tayyorlash yuzasidan davlat dasturlari va boshqaruv servis kompaniyalari tomonidan bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ko'p kvartirali uylarni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 51-52 sonli qaror bilan tasdiqlangan dastur doirasida chora-tadbirlar ishlab chiqilgan. Bugungi kunda PQ 51-52 sonli qarorning 2-ilovasiga muvofiq axborot tizimi orqali tender savdolarida Navoiy melioratsiya MCH qurilish kompaniyasi tomonidan 1 milliard 217 million so'mga ko'p kvartirali uylarni joriy ta'mirlash ishlari yutib olingan bo'lib, tumandagi mavjud 12 ta 1990-yilga qadar qurilgan ko'p kvartirali uylarni ta'mirlash ishlari olib borildi. Jumladan loyiha smeta hujjatlariga asosan 7 ta ko'p kvartirali uylarning tom qismini joriy mukammal ta'mirlash, 6 ta ko'p kvartirali uylarning kirish yo'laklarini joriy ta'mirlash, 12 ta ko'p kvartirali uylarning 48 ta elektr taqsimlovchi shitlarini ta'mirlash, 8 ta ko'p kvartirali uylarning yerto'la qismidagi va 3 ta ko'p kvartirali uylarning uy ichidagi muhandislik tarmoqlarini ta'mirlash, 6 ta ko'p kvartirali uylarning fasad qismini ta'mirlash ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 5 ta ko'p kvartirali uylarning tom qismini mukammal ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi va 2 ta uyning tom qismini ta'mirlash ishlari olib borildi. Shuningdek, 6 ta ko'p kvartirali uylarning 12 ta kirish yo'laklarini joriy ta'mirlash ishlari, 6 ta ko'p kvartirali uylarning fasad qismini ta'mirlash ishlari to'liq yakunlandi. Tumandagi Eshon, Sudur, Mefe va Ibn Sino mahalla fuqarolar yig'inidagi 8 ta ko'p kvartirali uylarning yerto'la qismidagi muhandislik tarmoqlarini ta'mirlash ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, 8 ta ko'p kvartirali uylarning ta'mirlash ishlari olib borildi. Shu jumladan qarorning 3-ilovasiga muvofiq 4 ta ko'p kvartirali uylarning 1000 kvadrat metr yo'laklarini betonlash ishlari amalga oshirish, 3 ta ko'p kvartirali uylarning 14 ta energiya tejamkor quyosh batareyali tashqi yoritish chiroqlarini o'rnatish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan. Bundan tashqari BSK mablag'lari hisobidan tumandagi 8 ta ko'p kvartirali uylarning 24 ta kirish yo'laklarini joriy ta'mirlash, 12 ta kirish yo'laklaridagi mavjud temir eshiklarga kodli qulflar o'rnatish ishlarini amalga oshirish rejalashtirilgan bo'lib, bugungi kunda 24 ta kirish yo'laklarida ta'mirlash ishlari va 12 ta temir eshiklarda kodli qulflar o'rnatish ishlari to'liq amalga oshirildi. Hamda bitta ko'p kvartirali uylarning yerto'la qismidagi muhandislik tarmoqlarini ta'mirlash ishlari yakuniga yetkazildi. Tumandagi Eshon, Sudur, Mefe hududidagi 4 ta ko'p kvartirali uylarning ichimlik suv ta'minotini yaxshilash yuzasidan bitta suv inshooti olib kelinib, fundament quyish ishlari amalga oshirildi. Mustaqillik Mefe hududidagi 8 ta ko'p kvartirali uylarning 24 ta kirish yo'laklaridagi mavjud 72 ta energiya tejamkor harakat datchikli lampalar almashtirish, 24 kirish yo'laklaridagi energiya tejamkor harakat datchiklarini o'rnatish ishlari amalga oshirildi. Xuddi shuningdek, o'tgan yillar davomida davlat dasturlari asosida Hojiqul Xudoyqulov ko'chasidagi 2 ta ko'p kvartirali uylarning issiqlik tizimini yo'lga qo'yish uchun issiqlik tarmog'i tortilib, 2 ta individual kotel o'rnatildi. 15 ta ko'p kvartirali uylarda xizmat ko'rsatish uchun markaziy oqova suv tarmog'iga ulandi. Eshon, Sudur, Mefe hududidagi 5 ta ko'p kvartirali uylarning 4550 kvadrat metr tom qismi va 6 ta ko'p kvartirali uylarning 4530 kvadrat metr fasad qismlari mukammal ta'mirlandi. Eshon, Sudur, Mefe hududidagi Hojiqul Xudoyqulov 3-sonli ko'p kvartirali uylarning 2 ta kirish yo'laklari o'rnatilgan temir eshiklarga 2 dona kodli qulflar o'rnatildi. 2 ta ko'p kvartirali uylarning 4 ta kirish yo'laklarida 4 dona temir eshiklar o'rnatildi. Bitta ko'p kvartirali uyning oqova suv ta'minoti joriy ta'mirlanib, markaziy oqova suv tarmog'iga ulandi. Shuningdek, mulkdorlar tomonidan kunlik qilinayotgan murojaatlar yuzasidan doimiy tarzda amaliy ishlar olib borilmoqda. Qisqacha ma'lumotim shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.